Kitob tumaniga qarashli aholi biza bu yerga 50 xonadon yashaydi, xudoga shukr. Xush ob-havo, xush manzara, suvi bor, yeri yaxshi, havosi toza diyor bu yer. Hamma o'rinli maktabi bor. Men o'zim maktab rahbariman filialga. Xudoga shukr, osmonimiz musafo, diyorimiz tinch, butun O'zbekistonimiz kerak bo'lsa tinch. Muhtaram prezidentimiz sog' salomat bo'lsin. Albatta bundan ham tinchliklar, ya'niki obodliklar bo'lishi mumkin. Bizning muammomiz bundan bir 4-5 yil oldin Zahro opa mana eski yo'ldan 82-yil ota bobomiz qurgan yo'l bor edi. O'sha yo'lga noyabr oyidan may oyigacha texnika umuman qatnamas edi. Biza kasallar, bemorlarni zambarlar bilan Dinavbolo, Ko'l qishlog'iga olib boraylik edik. Mana Kuruchoq, Rod masalasi bo'yicha qiynalayish edik. Keyin xudoga shukr men o'qishni bitirib kelib 2016-yil 2018-yil shu yoza chizib qilib 3 martalab Toshkentga bordim.